Sirojbek, uni qo'y, qarasini olib kelibsan, sarisini olib kelibsan, oqini olib kelibsan. Ava. Boshqara o'xshidan kallariq aytma. Endi yozni ko'rib tursan, hozir 50-60 gradusdan issiq bo'lib turibdi Sirojbek. Hozir bugungi qo'yadigan skikkamiz Главныйsi konditsionerlar bo'lsin. Konditsionerlar. И холодильniklar ham bo'lsin. Bo'ldi, gap. Lekin tezor kirmashin qolib ketmasin. Bu ham joyida skikkini qo'yamiz. Qaranglar, bu safargi videomiz ishoninglar bomba bo'ladi. Nishatdingizlarmi? Videoni oxiridan tomosha qilinglar, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum, yangi bozor, yangi 4 kil obunachilar, sog'lom yursizlarmi? Yangi reytni zo'ri har doimgidek VIP Texnodan bo'ladi. Videomizni 1 minutdan o'tkazmasdan ko'ringlar. Sirojbek salomlashib qolamiz. Assalomu alaykum, yangi bozor, yangi 4 kil kanali obunachilar, sog'lommisizlar? Biz ham musofirdan kuzatib turganlar, obunachilar. Hammangizga xudo xolasa gullar qizishda davom etadi. Asadbek ham aytgandek, konditsionerlar narxlari keskin oshadi. Biz shuni narxlarini tushirib beramiz, ham desa aksiya qilib beramiz. Ham aksiya, ham skikka. Ham aksiya, ham skikka, ham desa Captiva Damas 50 dana texnika aynan shu videoni ko'rib o'tirgan obunachilaringizga bo'ladi, xudo xolasa. Hisob, shunda hozir Captiva bilan non topar Damas avtomobili tekinga bo'ladi. Tekinga bo'ladi. Endi konditsionerlarni aytamiz. Bu yana ko'pchilik hozirgi kunda Asadbekga konditsioner oson bo'ldi deb turib, arzonchi konditsionerlarni oladilar, ertaga qishda ishlataman deb o'ylaydi. Yo'q, aksincha bunday emas. Hozirgi kunda konditsionerlarning turi ko'p. Yozda ishchidoni bor, qishda ishchidon zimoleta variantlari bor. -7 gradus, 15 gradus, -25 gradusdan ishchidon konditsionerlar bor. Endi narx qiziq obunachilar uchun narxini aytib beraman. 4,5 million so'm sotilgan Magna firmani narxini atigi 4 million so'mdan qo'yib beraman. 4 million so'm Magnani 4 million so'mdan. Hali bu boshlanishi. Boshlanishi. Zifler kompaniya 5,5 million so'm, 5 million 200 ming so'm sotilgan narxini 4 million 200 ming so'mga tushiramiz. 4 million 200, Ziflernikini 4 million 200. Shivaki kompaniyalar bor, narxi 5,5 million so'm sotib edik, narxini 300 ming so'm skidga 5 million 200 ming so'mga qo'yib beraman. Shivaki yaponskiy brend. Yaponskiy brend. Avalon desalar Avalon bor. Bular 12lik. 7 million 500 ming so'mgacha chiqadi og'a. Xayr deymilar, Aux deymilar, turli brenddan bor. Endi Xolam brendini aytsa bo'ldi. Xolam brendini aytsa bo'ldi. Dastavkasi tekin, ustanovkasi tekin. Endi yanında podarkasini no berasan deymi? Sovg'asam bo yetmaydi. Sezonli aksiya, sezonli narsa qo'shib beramiz. Zifler xolaniki tekin. Jillardingiz-ku, Sirojbek. Jillaramiz og'a. Siz obunachilar uchun zo'r aksiya qo'yib beraman. Zifler kompaniyanikini 4 million so'mga konditsioner xarid qilib oladilar. Yanında 3 million so'm, 3,5 million so'm sotgan xoladiniki. Shunda hozir 1 million so'mga tushib qoladi. 1 million so'mga tushib turibdi. Dastavkisi, ustanovkisi Xorazm Qoraqalpoq bo'ylab. Undan tashqari aytib o'tganimizdek, Captiva Damas avtomobili uchun har 1 milliondan 1 biletdan yozib ketadilar, xudo xolasa. Ona yurtdoshlar. Har 1 milliondan masalan hozir 4 millionlik oldi, 4 dona bilet bo'ladi. 4 dona bileti. Qarang, endi meni uyimda xoladinikim bor. Boshqacha variant qilib bermaysanmi degan obunachilar uchun. Xohlasalar 1.10 dyuymda zo'rinli ajoyibona smart Android televizorni hozir ekranni ursam sinmaydi. Ekranni ursam sinmaydi. Ham chempionat bo'lib turibdi. Chempionat bo'lib turibdi. Bu yerda tezor ham kerak. Chempionat ko'radilar. Xolasa birdan ajoyibona gaz filtrasini 3 xil variantini ishlab beramiz. Bularni ham uyina dastavka ustanovkalar bilan qilib beramiz, xudo xolasa. Ona yurtdoshlar. Endi 18 lik konditsioner ko'pchilik dalanan qo'yaman, meni xalalaman, beyallarim ber tursin, kattaroq deganlari Aukma kompaniyamiz narxi 5,5 million so'mga. Rulus kompaniyamiz 6 million 200 ming so'mdan. Ziflerlarimiz 7 million so'mdan. Monex kompaniyalarimiz 6,5 million so'm. Xayrlarimiz 7 million 100 ming so'mdan. Endi 18 lik konditsionerlarga 9,5 million so'mgacha chiqadi. Assortimentdan muammo yo'q. Keling, bular ham konditsionerlar sezoni ko'p bor. Har xilidan bor. Bunday uyini dizayni, high-tech dizayndan qoralari, sarisi, Outfit kompaniya deymilar. Avalonlarimiz 5 million 900 ming so'm tushirdik. Avalon Miroy 5 million motor 5 million 900 ming so'mdan. Ziflerni full DC varianti deymilar. Har xilidan bor. 7H deymi, Aux deymi, turi ko'p og'a. Bu yerdan sepdan bosib qo'yibmisan deyman. Bu yerdan bosib qo'yibmiz, tamom bo'lmaydi. Aytilgan narsa обязательно bajariladi og'a. Endi xolaniklarga o'tamiz. Yana aytib o'tganingizdek, bizda xolaniklarning narxi atigi 2 million so'mdan boshlanadi obunachilar. 2 million so'mdan. Ferre kompaniya 3 million 200, 3 million so'm sotadilar, 2 million so'mdan beraman. Ish xolanikni. Premier kompaniyanikini narxini 2 million 300 ming so'mdan qilib beraman. Bunikini, Premiernikini. Kattaroq xolaniklar va indizitlar 3,5 million so'm sotganmiz, narxi 3 million 200 ming so'mga tushgan. 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'mdan. Endi
Bize kichkina xalonik olamiz. Srazbek podarki bermaysanmi degan obunachilar uchun bo'ladi bu. 2 million so'm birdan xalonikni oladi. Yanında katta parnoy generatori tekinda bo'ladi. Iso, parnoy o'tki tekin bo'ladi. Parnoy o'tki tekin, bundan tashqari Captiva bilan Damas uchun bilet ham tekin. Dastlabki so'ngkisi ham tekin bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin. Kattaroq xaloniklar o'tamiz. Masalan, Ferrari bor 3 million 800 ming so'm. Masalan, Samsung kompaniyani ko'rsatib o'ting. 7 million 800, 7,5 sotganmiz, 7 million 200 ming so'mga tushgan. Imber kompaniyalarimiz bor, yana katta, yarim tonnaliklar, gigantlar, yana 70 bo'ladi bular. 70. Ferrari, Energy, Lumax 5 sollarimiz ham 5,5 million so'mga tushib qolgan. 5 Bo'yi sollar. salkam 2 metr bo'ladi. Salkam 2 metr bo'ladi bo'yi. Lumax kompaniya bor. 70 narxini 6 million 200 ming so'mga tushirib beraman. 6800 nikini 6 million 200 ming so'm. Pozis kompaniyaning narxini 5 million 300 ming so'mdan qo'yib beraman. Siz obunachilar uchun. Pozisning No Frost'i bor 5 million 600 ming so'm. Atlant xalonikimiz bor, baring 5 million 900 ming so'mga qo'yib beraman. Endilikda og'a, bizadan kelib turib 5 million so'mdan baland bo'lgan bir dana ko'nglini yoqqan xalonikni xarid qiladi. Podarkasini bir o'nlik televizori tekin bo'ladi. Bir o'nlik televizori. O'sha kanalga like bosib turib, Srazbek seni izlab kelmadikdan shu sirli sekret so'zni ishlatadi. Bir dana duxovka pechkasi, ya pilisosi, ya bo'lmasam parovoy generatori mutlaqo tekinga bo'ladi. Sirli so'zni ishlatdi. Asadbekning kanalidan ko'rib, seni izlab keldik dedi, bir duxovka pechi, ya pilisosi bo'lib ketadilar, xohlasalar. Eng yangilikni zo'ri bo'ladi. Xohlasalar 7 kilolik avtomat kir mashinasini beraman og'a. Xohlasa zo'rinni olmanda 7 kilolikni olsin. 7 kilolik. Ey, bam Muhammad dedi-ku, men variant ishlayman degan buni 4 million so'm puli Shtir. Sirojbek indidan o'tlashtirdik. O'tlashtiramiz og'a. Büyük texno o'tlashtiradi. 4 million so'm pulini beraman. Xohlagan bir narsasini olsin. Konditsioner olsa, konditsioner olsin. Yana bir xalonik olsa, yana bir xalonik olsin. Hozir shundan boshqa xaloniklar bu. 5 million so'mdan baland bo'lgan Libor 1 million so'mga xalonik. 1 million so'mga xalonik tushdi. Assortimentdan muammo yo'q. Zifler, Samsung, 5 tonni kattalarni deymi, Imberlar deymi, Lumax deymi, har xilidan bor xaloniklar. Top beramiz, 4 ichishlar ham bor. Undan tashqari buni ham dastavka so'ngkisi. Endi ko'pchilik onlayn savdo bormi dedi. Onlayn savdomiz обязательный bo'ladi. Pastdan nomerlar qoladi obunachilar. Nukusdanmisiz? Xorazmni qaysi to'shqisidanmiz? Uyingizda o'tirgan holatingizda o'sha narsaga kelishamiz, sovg'alarni ko'rsatamiz. 1 so'm pul bermaydi oldindan. 1 so'm pulsiz oldindan bermaydi. Olib borib, ustonovga etib, o'rnatib, ichini doldurib, chiroylatib ishlatib berib, sovg'alarni biletlarini yozib, keyin pulni olib ketamiz. Ena yangilik ha. Gap bo'lsin. Endi bu degani qaranglar, sentina pul to'laysizlar degani shunda. Bo'lgani shu. Endi aksiyalarni yoqdi, lekin bizning hozir oldindan pulimiz yo'q. Yoki oylikda ishimiz, yo pul keladi degan obunachilardan topiladi og'a. Hozirgina qiyin to'g'risi, naqd olish. Bizda muddat to'lovim bor. 3 oy, 6 oy, 1 yilgacha muddat to'lov olsa bo'ladi. Pasport bo'lsa bo'ldi, og'a O'zbekiston fuqarosining pasporti. Plastik, kafil, safil shart emas. Bir pasport evazini, xalogan bir maishiy texnikasini yonida podarkasini ham qo'shib olsalar bo'ladi. Hozir shunda 1 so'm pulsiz ham podarkali, ham maishiy texnikali bo'lib ketadi, ham mashhurli bo'lib ketadi. Ena yangilik ha. Xudo xolasa. Pilisossamiz ham aytib ketdik og'a. 450 ming so'mdan boshlab turib 2 million so'mga pilisos chiqadi. Xohlagan bir brendinda pilisos topib olsalar bo'ladi. Chalaklilarda chalakli variantlari bor. Bular uchun ham обязательно bir dana podarkasi bor siz kanalingizda nomini. Bu uchun ham обязательно bileti bor. Bileti bor. Endi yaqinda to'y ataman, qizimni sepini zo'rundan kirmachi olaman deb birga, opa singillar uchun aksiya zo'run kirmachilarga qo'yib beraman. Avtomat kirmachilar narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Avtomat kirmachinimizning narxi 3 million 200 ming so'mdan boshlanadi. 3 million 200 3 million 200 ming so'mdan Monex kompaniyalar bor. 8 kilolik Immer kompaniyalar 4 million so'mdan boshlanadi. Tsellarimiz Didi motor bo'ladi 4,5 million so'mga. LG kompaniyalarimiz 4,5 million so'mdan 6 kilolik LG. Endi bizdan kelib og'a, Zifler bo'ladimi, Rulus bo'ladimi, assortimentdan muammo yo'q. Bu yerdan bor, brendlar yetmaganligining bu yerdan bor og'a. Ko'rsatib o'tay. Haysimiz, Magna, Immer, 70, Ziber, Premier har xilidan bor. Bizdan kelib og'a qarang. 3 million 200 ming so'mdan boshlanib, bir dana avtomat kirmachi xarid qilib olasizlar. Обязательно 3 yillik garantiyasi bor. 3 yillik garantiyasi bor servisdan. Undan tashqari 2 oylik sinov muddati ham bor. Biza tavsiya etgan vazn oladi bo'lmasa 2 oylik sinov muddatini ham qo'yib beramiz og'a. Buni aytganimiz sababi 2 oyning ichida yoqmasa, ko'nglingiz chiqmasa yoki da pulni naqd ko'rinishida qaytib qoladi, yo bo'lmasa yangitdan kirmachi almashib beriladi. Ena yangilik ha. Endi 3 million 200 ming so'm bir dana kirmachi xarid qildilar. Endi podarkasini qarang. Sog'asan bor. Zo'rindan duxovka pechga bir dana Samsung plisosini, termopod, xushtak chaynik, tapan naborlari, undan tashqari chopper, sushilka, gladindoski bir like uchun arzimaga
bir dana sirli sovg'asi Sirli sovg'asi ham tekinga bo'ladi. Undan tashqari biz seplik podarka. Aha. Agar yo'q, men boshqacha variant ishlab ber desa, xohlasalar bir dana gaz filtrasini beraman, xohlasalar bir rollik televizorni beraman. Bam dismi shitir 3 million so'm pulini beraman. 3 million so'm pulni olib ketsinlar xolasa, to'g'rimi? 200 ming so'm, 500 ming so'm avtomat kirmashin neda bor? VIP texnoda bor. Obunachilar, yana ko'rasizlar. Endi tezorlar ham skidga qo'yib berak, og'a. Tezorlarimiz 1 million so'mdan boshlanadi, 32 lik tezorlarimiz 1 million 800 ming so'mdan chiqadi. Volto, Lee, Samsung, LG, Brando, Lumax, Lider har xil firmadan bor. 43 liklarimizga keladigan bo'lsak, 2 million 100 ming so'mdan boshlanadi Samsung kompaniyalar. 2 million 100 ming so'm, Volto 2 million 200, Skyward ekranlarimiz açtasa 2 million 400 ming so'mdan. Vestalarimiz 2 million 250 ming so'mdan. Immerlarimiz 2 million 150 ming so'mdan. Monix'lar 2 million 300 ming so'mdan. 3 million 800 ming so'mdan 43 lik televizor chiqadi. Endi og'a bizdan kelib turib 2 million 100 ming so'mdan boshlab 4 million so'mdan 43 lik tezor xarid qiladi. Podarkasini mayda chuda qilib o'tirmaymiz. Sovg'asam bor, sovg'asam bor. Qarang, mayda chuda aytib o'tirmayman. Keling ko'rsataman. Zo'rinni ajoyibini 800 ming so'm 1 million sotiladigan duxovka pechga zo'rindan bir dana plyusosi, 2 dana sovg'asi, addin emas, ikkisini ham beraman. Devalasodon kranshtini, anteni, undan tashqari kaptiyodamiz uchun bilet ham beriladi. Ana yurtdoshlar. Bilet ham shuning ichida. Bilet ham shuning ichida. Kattaroq tezorlarning aksiya yo'qmi deb turgan obunachilar uchun 50 lik tezorlarimiz narxlari boshlang'ichi 3 million 800 ming so'mdan boshlanadi. Samsung kompaniya 3 million 950 ming so'mdan S-smartlarimiz bor. 4,5 million so'mdan Toshiba kompaniyamiz bor. Bular 5,5 million so'mdan chiqadi. 50 liklarga. Turi ko'p brendlar. 55 ga kelgan bo'lsak 4 million 500 ming so'mdan boshlanadi. Bu yerda TCL kompaniyamiz ham bor. Lumax, Immer, Zifler, Volto, LG'larimiz 7,5 million so'm sotganmiz 6 million 500 ming so'mdan. Hisob. Immerlarimiz 4 million 700 ming so'mdan. 55 likni brendi ko'p, har xilidan bor. Bizdan kelib 50-55 lik tezor xarid qilib olasizlar. Podarkasini bir dana 43 lik televizori, 1+1 aksiyasi, xohlasangiz bir dana ajoyibundan zo'rindan bir dana gaz filtrasi, bam desalar, enang shitir 3 million so'm kuponi, 3 million so'm. 3 million so'm. Do'konning ichidan xalagan vazini oladi. Devalasodon kranshtini, anteni, undan tashqari Captio va Damas uchun biletlari обязательно beriladi. 65 lik televizorga keldik. 65 lik tezorlarimiz narxlari 6,5 million so'mdan boshlanadi. Xalagan brendida bor. Sevintage, Lumax kompaniyamiz bor, Volto brendlarimiz bor, LG'larimiz bor. 9,5 million so'mgacha chiqadi. 65 liklarimiz. Bir dana bizdan kelib turib 65 lik tezor xarid qilasizlar. Podarkasini 50 dyuymda zo'rindan televizorni. Xolosa bir kichkina tezori. 50 lik kichkina emas, 1.30 lik. Ana. Xolosa 7 kilolik avtomat kir mashinasi. Zo'rindan. Bomba desa 4 million so'm puli. Xolosa konditsioner ham ikkisi bo'ladi 65 lik tezor. Shunda hozir 3-4 million so'mga tushib qoladi. Katta 4 million so'mga tushib qoladi. Undan tashqari Captio Damas uchun biletlarni dastavka so'mkisi mutlaqo tekin Kamida 10 dana bilet olasizlar. 10 dana bilet olasizlar. Bu degani Captio o'tish uchun imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi, xudo xolasa. Endi bu yanında gaz filtralarini aytib o'tdik. Opa-singillarimiz uchun gaz filtralarimiz narxi atiga 2 million so'mdan boshlanadi bizda. 2 million so'm, 2 million 100 ming so'mdan, 2 million 200 ming so'mdan Ferrella bor, Spichka svetlari bor. Vestalarimiz 2 million 600 ming so'm. Rulus kompaniya narxlari bilan aytibman 2 million 400 ming so'mdan. Enerji kompaniya idealarimiz 2 million so'mdan boshlab 3,5 million so'mdan chiqadi. Royson deymilar. Bizdan kelib 2 million so'mdan boshlab 6,5-7 million so'mdan bir dana gaz filtr xarid qiladi. Podarkasini qarang. Tapanabori, termopoti, chopperi, xushtakchaniki. Teflondan beraman. Teflon tekin. 5 dana podarkas tekin. 4 ko'zdan 5 dana sovg'a. Undan tashqari Captio Damas uchun biletlar ham obязательно beriladi. Pulim yo'q degani uchun, ya aytib o'tganingiz, bir pasport kifoya. Bir dana pasport xalatadi. MIPdan qarz bo'lmasa bo'ldi. Plastik ham kerakmi? Plastik ham shartdan, oborot ham shartdan. MIPdan qarz bo'lmasa bo'ldi. Sirojbek, buni qo'ying. Endi biz skitkamizni necha kun qo'yib berib bilamiz? Biz skitkamizni xudo xolasa faqatgina 5 kun qo'yib beramiz, og'a. 5 kun qo'yib beramiz. 5 kun qo'yib beramiz. Shoshilib qolarlar, xudo xolasa. Qaranglar, yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, bunday sifatli narsani skitga junam kam bo'ladi. Shuning uchun ulgurib qolasizlar degan umiddaman. Menimcha bunday yangilik har doim bo'lavermaydi. Neda bo'ladi? VIP texnoda bo'ladi. Opa-singillar, aka-ukalar, do'stlar, ko'rib turganlaringizdek shunday skitkalardan Короче, imbul tezorlarimiz 1 million so'm, 1,5 million so'm, Xaldekning o'zi 1 million so'mga tushib turganda, konditsionerning o'zi 1 million so'mga tushib turganda, menimcha bunday nerealniy narsa hech yerda bo'lmagan. Shuning uchun o'ldirib qolasizlar, aka-ukalar. Bizdan kuzatib inshaalloh sizlarga shunday manfaatli videolarni VIP Texno hamda Yangi Bozor, Yangi 4Q kanali qo'yishda davom etadi. Bunday yangiliklardan unumli foydalansizlar degan umiddaman. Adreslarimizni aytib o'tamiz.
Yurtdoshlar adreslarimizni aytib o'tamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Buyum bozorining endi qaranglar. Eng qoq markazi bo'ladi yurtdoshlar. Xo'p, Artel, VIP Techno ko'rib turganingizdek, bu yon tarafdan kelishni ko'rsataman. Bu yon tarafda burchakli darvoza bor. Bu yon tarafingizda qo'shma darvoza bor yurtdoshlar. Sizlarga burchakli darvozadan kelishni ko'rsataman. Qani ketdik, xudo xolasa. Ko'p yurmaysiz, yurtdoshlar o'zi yaqin, davom ko'p yurish shart emas. Endi bu yerda yana ikramdosh chironki bor. Yurtdoshlar ko'rib turganingizdek, bu yon tarafingizdan kelishingizda yana burchakli darvozadan to'g'ri kelsangiz ham bo'ladi yana. Yengam o'sha yerda postiyanli mevada o'tiradi. O'sha yerda o'rtada bir dana mevachi bor, boshqa hech kim yo'q. Gazvoda mevachi shu yerdan o'ng tarafga qarab yurasiz. Xudo xolasa. Ikrom aka, Harman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz og'a? To'g'ri yuraverasiz. Juda ham oson adres topish yurtdoshlar. Ko'rib turganingizdek. Tushundingizmi? Tushdingiz уже bo'ldi. Bu yerda Abrarang bor, mardan tishuvchilarni, og'ayda o'g'illari. Xudo xolasa. Qarang. Chap tarafingizda bo'ladi yana 3 yil to'liq kafolat, Artel barakali texnika, chap tarafingizda yana VIP Techno bo'ladi. Yurib turganlaringiz yurtdoshlar, skidkalarimiz xudo xolasa 2-iyundan davom etadi. Bizdan kuzatib boring inshaalloh. Sizlar shunday manfaatli videolarni qo'yishda davom etamiz. Qo'llab-quvvatlab turing yurtdoshlar. Yetkazgan vaqtlaringiz rozi bo'lsa, sog' bo'ling, boy bo'ling. Rahmat hammaga.